Klimaks haqida gaplashamiz. Klimakterik davr haqida. Klimaks kelib chiqish, paydo bo'lish vaqtiga qarab turli muddatlarga bo'linadi. Juda erta klimaks bu 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan oralig'da paydo bo'ladigan klimaks bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi 40 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan oralig'da paydo bo'lsa, bu erta klimaks deymiz. Ya'ni o'ta erta yoki bo'lmasa muddatdan oldin, ikkinchisi erta klimaks. O'rtacha yosh bo'lsa, bu uchinchisiga kiradi. 45 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan davr bu o'rtacha klimaks yoshi bo'lib hisoblanadi. 55 yoshdan keyini bo'lsa, bu kech klimaks davri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni yosh bo'lib. Ya'ni kimda 55 yoshdan keyin high sikli to'xtab klimaks belgilari paydo bo'lsa, bu kech deyiladi. 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgani bo'lsa, o'ta erta yoki bo'lmasa muddatdan oldingi klimaks deyiladi. Buni keltirib chiqadigan sabablar turli xil bo'ladi. Eng ko'p uchraydigani genetik, ya'ni ota-onasida, onasida yoki buvisida, xolasida kimdadir shunaqa tuxumdonlar rezervi kamligi hisobiga erta klimaks rivojlanadi. Ikkinchisi turli xil kimyoterapiya va nur terapiya vositalaridan foydalanish. Ya'ni ayollarimizda onkologik kasalliklar paydo bo'lgan bo'lsa, ularda aynan tuxumdonlar sohasiga yoki bo'lmasa to'g'richekda paydo bo'lgan bo'lsa ham, o'sha to'g'richek sohasiga nur terapiyasi qilganimizda albatta tuxumdonlardagi rezervi kamaytirib yuboradi va buni hisobiga o'sha erta klimaks paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sma kasalliklari, aynan tuxumdonlarda o'sadigan o'sma kasalliklarida operatsiyalar o'tkazganimizdan keyin tuxumdonni ma'lum bir qismini olib tashlashga majbur bo'lamiz. Ba'zi paytlar bo'ladi, butunlay tuxumdonni ikkita tomon bilan, chadon bilan birga qo'shib olib tashlashga ham majbur bo'lamiz. Bunaqa holatda ham muddatdan oldin klimaks rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari sog'lom ayollarimizda, ya'ni bunaqa onkologik kasalliklari bo'lmagan, genetikasi toza bo'lgan ayollarimizda tug'ruvlar sonini kamligi ham aynan erta klimaksga olib keladi. Chunki tug'ruv vaqtida, ya'ni homiladorlikda 9 oy, emiziklik davrida 3-4 oy hayzi kelmasa, tuxumdonlar dam oladi va dam olgan tuxumdonlarda albatta rezervi shuncha vaqtga zapasda qoladi va shuncha vaqt klimaks kelish davri cho'ziladi. Bundan tashqari ba'zi bir ayollarda mavjud bo'lgan chekish, alkogol mahsulotlari iste'moli, narkotik moddalar iste'moli ham tuxumdonlardagi rezervni pasaytirib erta klimaksga olib kelishi mumkin. Erta klimaksga uchramaslik uchun ayollarimizga sog'lom turmush tarzida yashashlikni tavsiya qilamiz. Agar mabodo yengilgina tuxumdonda bir hosilalar aniqlanadigan bo'lsa, aniqlamasdan turib to'g'ridan to'g'ri tuxumdon va bachadonni qo'shib olib tashlash ham ayollarimizga nisbatan bu juda ham katta jarohat bo'ladi va klimksga sabab bo'ladi. Shuning uchun har qanaqa kasallik holatini aniqlaganda albatta 3 ta 4 ta mutaxassis bilan birga maslahatlashib, keyin taktika qo'llash tavsiya etiladi. Ushbu mavzuda qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, izohlarda qoldiring, javob beramiz.